Texnologiyalar faol rivojlanayotgan davrda tizimli tadqiqotlar va bilimlarga katta e'tibor berish kerak. Shuning uchun ham bugungi kunda ilm-fan jamoatchiligiga katta mas'uliyat yuklanadi. Prezident Qosimjomart To'qayev mamlakat olimlari bilan uchrashuvda shu haqda gapirdi. Fan xodimlari kun arafasida davlat rahbari ularni kasb bayrami bilan tabrikladi. Memleket g'ilmni damıtу үшін naқты charalar qabıldab. Davlat ilm fanni rivojlantirish uchun aniq chora-tadbirlar ko'ryapti. Men 3 yil avval Fanlar akademiyasini takomillashtirishni topshirgan edim. O'tgan davr ichida katta ishlar amalga oshirildi. Akademiyaga oliy fan tashkiloti maqomi berildi. Infratuzilma yangilanyapti. Kadr tayyorlashga e'tibor qaratilyapti. O'tgan yili qabul qilingan fan va texnologiya siyosati to'g'risida qonun bu jarayonlarga jiddiy turtki berdi. So'nggi yillarda mamlakatda ilm-fanni moliyalashtirish 3,5 marta ortdi. Yosh mutaxassislarga qo'llab ko'rsatilyapti. Hozir Qozog'istonda 25 ming nafar olim bor. Ularning yarmidan ko'prog'i hali 40 yoshga yetmagan. Raqamlar mamlakat olimlarining yosh avlodi shakllanayotganini ko'rsatyapti. Davlat rahbari ustuvor yo'nalishlarga alohida to'xtaldi. Ulardan biri yadro fani va texnologiyalari, ayniqsa yadro tibbiyoti, vodorod energetikasi, suvni chuchuklashtirish, sintetik yonilg'i ishlab chiqarishdan iborat. Umuman olganda fan rivojlanishi uchun davlat va biznes, universitet va ilmiy markazlar kuchlarini birlashtirish kerak. Qo'llanmali zerttevlarмен aylansa. So'nggi 5 yil ichida amaliy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan ilmiy tashkilotlar daromadi 40 milliard tenggadan oshdi. Byudjetga 10 milliard tenge soliq tushdi. Bu ko'rsatkich oshib borishi kutilyapti. Fan sohasiga 14,5 milliard tenge xususiy investitsiya kiritildi. 2000 tadan ziyod ish o'rni ochildi. Shu tariqa olimlarimiz mamlakat iqtisodini rivojlantirishga hissa qo'shyapti. O'quv dargohlari korxonalar bilan tig'iz aloqalar o'rnata boshladi. O'quv o'rinlari, kasb o'rinlariмен tig'iz balans o'rnata boshladi. Yig'ilishda prezident bir guruh olimlarga davlat mukofotlari topshirdi. Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi ilk marta sohiblariga berildi. Bir qancha yosh olimga uy-joy kaliti taqdim etildi.